Videoning boshidanoq sizga shu narsani aytib o'tishim kerak. Video davomida mikrofon noto'g'ri joyga bosilganligi sababli ovozda ozgina muammolar sabab bo'libdi va albatta bu uchun oldindan uzr so'rayman. Keyingi safar buni albatta to'g'rilayman. Videoni oxirigacha ko'rasiz degan umiddaman. Kattakon rahmat. Hammaga salom o'rtoqlar, Shohmod kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz juda ham ko'pchilikka qiziqarli bo'ladi, chunki albatta Koreyaga kelishga qancha pul ketishdi, bu juda ham ko'pchilikka qiziq va foydali bo'ladigan mavzu. Shuning uchun albatta videoni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Shu qatorda shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Bu uchun albatta sizlarga kattakon rahmat oldindan. Bu orqali kontentni yana ham bardavom va tezroq chiqishiga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lasizlar va albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi video nima haqida bo'lsin, shu narsani ham albatta inobatga olaman. Xo'p, bunaqa ko'p cho'zib o'tirish niyatim yo'q, shunchaki videoni boshlasam bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana qanaqa zo'r atmosferada sizlar uchun video olishga chiqdim bugun. Koreyada 2 kundan beri yomg'ir edi, bulut edi, o'zi bundan keyin ham boshlanadi. Endi bugun yaxshi havo bo'lganda sirazi sizlar uchun ko'chaga chiqib mana video olyapman. Albatta buni qadrlaysizlar degan umiddaman. Qani unda cho'zib o'tirmaymiz, videoni boshlasak ham bo'ladi. Let's go. Xo'p, o'rtoqlar, qalay o'zi mikrofon yarashibdimi? Mikrofonga ham albatta baho berib ketinglar. Sizlar uchun olindi bu mikrofon ham va bu mikrofonda sifatli albatta ovoz eshitishinglar, sifatli video ko'rishinglar uchun. Xo'p, Koreyaga kelishimga o'zi qancha pul ketdi? Bu men uchun qancha ketgani, balki sizda undan ko'proq, undan kamroq ketishi ham mumkin. Videoni boshidan shu narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni menda misol uchun paloncha pul ketdi desam, voy meni qarindoshim pistononchiqonda, palonchiqonda buncha pul ketgan edi-yu, siznikidan kam ketgan edi-yu, yo bo'lmasa siznikidan ko'p ketgan edi-yu deb turib xulosa qilib qo'ymanglar. Hammada har xil nima ketadi, xarajat ketadi. Shuning uchun birov bilan solishtirishga kerak yo'q. Menga shuncha xarajat ketgan deb aytaman, bo'ldi. Birinchi o'rinda konsaltingga albatta sizlar xarajat qilasizlar. Iltimos, konsalting tanlay turganda, agar konsalting bor odam videoni ko'ray turgan bo'lsa, iltimos xizmatinglarni iloji boricha yaxshilab beringlar talabalarga va talabalarga ham shu narsa. Konsalting tanlay turganda ham albatta ahamiyat beringlar va o'zi kontraktda sizlar shartnoma tuzay turganinglarda konsalting bilan nimalarni qoplab berishi, nimalarni qanaqa xizmatlarni sizlarga ta'minlab berishi o'sha nimada sizlar bilan tuzay turgan shartnomada yozib qo'yiladi. Undan boshqa narsani talab qilish kerak emas. Ikkala tomon ham o'zini majburiyatlarini qo'ldan kelgancha bajarishi kerak deb o'ylayman. Ikkala tomonda ham chegara bo'lishi kerak. Konsaltinglar ham o'zini xizmatini to'liq qoplab bersa, studentlar ham shunga yarasha yaxshi konsalting topishsa va konsaltingdan unaqa juda ham ko'p narsa kutib olish ham kerak emas. Xo'p, men konsaltingga qancha xarajat qilganman? 9 million so'mda, dollarda 740 dollar atrofida bo'lar ekan. Dollarda hisoblab ketaman hammasini. 740 dollar bo'lar ekan. Qaysi konsalting tanlaganman aytolmayman. To'g'risi aytolmayman. Nimaga? U konsalting yomonmi? Yomon emas, yomon deyolmayman, yaxshi, o'ziga yarasha bo'ladi, lekin ba'zi bir muammolar bo'lib qolgan desam ham bo'ladi, to'g'risi yashirib o'tirish kerak yo'q. Shuning uchun sizlarga shu konsaltingda tavsiya berib, keyin o'zim yeb qo'yishni istamayman. Atak ishonchli hamkorlik qilsa bo'ladigan konsaltinglar bo'ladigan bo'lsa, menga Instagram yoki Telegramda yozib yuborsanglar, bemalol hamkorlik qilsak bo'ladi. Faqat dostoyniy o'zini o'sha gapiga javob beradigan, xizmatlarni to'liq yaxshi xizmat ko'rsatadigan konsalting bo'lishi kerak. Xo'p, undan keyin men ikkita o'zi kontrakt bo'yicha, shartnoma bo'yicha 3 tagacha universitetga topshirib berish kerak bo'lgan, lekin men ikkita universitet tanlaganman. Bittasi Kangwon National University, ikkinchisi Sejong University. Kangwon Nationalga ham, Sejongga ham kirganman. Faqat Sejongni tanlaganman, baribir bitta reyting yuqoriroq bo'lganligi uchun, chunki Sejongda dunyo bo'yicha 250-300-o'rinda turadi, juda ham top universitet. Biznes va turizm yo'nalishida top turadi. Turizm bo'yicha Sejong Koreyada birinchi o'rinda turadi. Agar mabodo turizmda zo'r universitetda o'qiyman demoqchi bo'lsanglar, Sejongni tanlasanglar bo'ladi. Lekin bitta tomoni kontrakt sal milliy universitetlarga qaraganda qimmatroq, lekin qimmat degani o'zini narxiga yarashami? Ha, yarasha. Top universitet arziydi xullas. Application fee degan narsa bor, ya'ni siz universitetga topshirasiz, hujjatlaringizni taqdim qilasiz. O'sha narsani universitet sizga hujjatlaringizni tekshirib berganligi uchun application fee degan narsa sizdan avval oladi. Bu narsaga men Kangwon Nationalga topshirmaganman. Adashmasam Kangwon Nationalga hujjat ham topshirmaganman. Men faqat intervyuga borganman. Intervyu 2 bosqichli bo'lgan, bittasi Toshkentda, ikkinchisi onlayn bo'lgan. Ikkalasidan ham o'tib qabul qilinganman, undan keyingi protsessga o'tilmagan. Sejongga bo'ladigan bo'lsa 150 dollar application fee to'langan.
O'zi shunaqa Koreya universitetlarida 100-200 dollar atrofida application fee bo'ladi. Bu narsa sizga agar mabodo kira olsangiz ham, kira olmasangiz ham bu qaytarib berilmaydi. Aytganimdek, bu faqat sizni universitet o'sha hujjatlaringizni tekshirgani uchun, o'sha tekshirish xizmati uchun pul desa ham bo'ladi, sodda qilib tushuntirganda. Undan keyin o'sha universitetga qabul qilindim deylik. Sejonda aytgancha bir marta onlayn intervyu bo'lgan. Universitet intervyusidan hech qachon qo'rqmanglar. Oddiy, sodda, nima desa bo'ladi, bir 5 minutdan 10 minutgacha, ba'zida 3 minut bo'lishi mumkin. 3 minutdan 10 minutgacha davom etadigan maksimum 10 minut bo'ladi xolos intervyu. Juda ham sodda bo'ladi. Oddiy narsalarni so'raydi. Siz o'sha universitetga topshirishda yozgan study planingizdagi narsalarni sizdan so'raydi. Bunaqa voy nima bo'ladi ekan deb o'ylab o'tirishda vashshi keragi yo'q, hojati yo'q. Qo'rqmanglar. Universitet intervyusi juda ham oddiy bo'ladi. Xullas shu intervyudan ham o'tib, hamma narsa chiqqandan keyin menda 6,5 IELTS bor edi, hozir ham bor. 6,5 IELTS bilan 50% grant bergan. 50% grant degani bu birinchi semestrga, ikkinchi semestrdan boshlab GPA ga qarab, ya'ni men bu yerda olgan baholarimga qarab, bular menga grant berishadi. Shuning uchun bu yerga kelgandan keyin, masalan uchun 100% grant olsanglar va 100% li ekan yo 50% li, 50% li ekan deb xursand bo'lishga shoshilmanglar. Kelganinglardan keyin bu birinchida beriladigan grant odatda shu birinchi semestrga bo'ladi. Agar 100% li bo'lsa, ba'zi bir universitetlar 1 yil, 2 yil, balki 4 yilgacha berishi mumkin. Lekin u 4 yil, 2 yil, 1 yilga berish uchun agar yaxshi universitet bo'lsa, sizda IELTS 7,5, 8, 8,5, 9 bilmayman, xullas katta bo'lishi kerak. No'atak maslahatim, agar 8 dan baland bo'lsa, Amerika yoki shunga o'xshagan English speaking countrylarga borganinglar ancha yaxshiroq. Prosta sizlarga aytib o'tyapman xolos. Xo'p, kontrakt 50% berilgan nimada 2,278,000 wonda chiqqan. Bitta narsani o'sha yerda tushuntirib o'tishim kerak. 2,228,000 won, 2,278,000 won kontrakt chiqqan bo'lsa, men 500,000 won ko'proq to'laganman, ya'ni 2,778,000. Tekst qilib yozib tushuntirib o'taman. Agar gapirganimda chalg'ib ketgan bo'lsam yo umuman chalg'itib yuborgan bo'lsam, sodda bo'lish uchun xullas 500,000 won ko'p pul to'laganman. Nimaga? Bu narsa nima desa bo'ladi? Depozit desa ham bo'ladi, ya'ni zalog, ya'ni universitetga topshirganim universitetga, ya'ni bu talaba biz universitetda aniq o'qiydi degan narsa desa ham bo'ladi. Xullas bu narsani menga qaytarib berishadi. Ya'ni 500,000 won $350 bo'ladi. $350 atrofida sonda shu pulda mana shu hozir yangi kelgan bo'lsam, birinchi semestrim bo'lsa, shu bir semestr, ya'ni qancha 4 oy ichida adashmasam, menga kartamga tashib berishlari kerak. Shunaqa narsa. Keyin shunaqa bu 2,778,000 won nimada dollarda $1,900 bo'lyapti, lekin o'sha $300 atrofida pul qaytib kelishini hisobiga $1,570 sof kontrakt miqdori bo'lyapti. Plus $200 foizga, nimaga desanglar, Sejong universitetiga sizlar kontrakt to'lab turganda bank orqali to'lay olmaysizlar, chunki Amerika sayti orqali to'lash kerak. Sejong universitetini aniq men bilmayman, lekin Amerika universiteti bo'lsa kerak, chunki bu yerda 3+1 dasturi ham bor, ya'ni 3-kursdan keyin siz 4-kursda Amerikada o'qisangiz bo'ladi, ya'ni ham Koreya, ham Amerika diplomini olasiz. Shu sababni bilmayman nima aniq, lekin xullas Amerika sayti orqali to'lash kerak. Agar siz bank orqali to'laydigan bo'lsangiz, Amerikaga to'lashingizni hisobiga bu pul 14 kunda ichadi. 14 kun davomida vaqt oladi. Sizga bo'lsa, universitet bor yo'g'i 7 kun, ya'ni bir hafta vaqt beradi xolos kontrakt to'lashga. Shuning uchun bu yerda $200 komissiyaga ketib qoladi. Shu tomoni bor, ozgina minus. Shunday qilib, xullas $1,770 kontragim uchun ketgan. Undan keyin bank shot, o'sha siz kontrakt to'lab bo'lganingizdan keyin bank shot qo'yasiz. O'sha vizaga sizda nima desa bo'ladi? Hujjatlaringizni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Kontrakt to'laganingizdan keyin adashmasam 1 oy ichida sizga admission kelishi kerak, ya'ni qabul xati kelgungacha siz boshqa hujjatlaringizni tayyorlab qo'yib, o'sha vizaga hujjat tayyor qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Buning uchun albatta 1 oylik bank shot qo'yish kerak. Bank shot uchun $16,000 qo'yiladi. Seul atrofida bo'lsa, katta shaharlarda bo'lsa, ya'ni Seul, Busan shunga o'xshagan katta shaharlarda bo'lsa, adashmasam, va qolgan kichkinaroq shaharlar uchun, ertaga universitetlar uchun $13,000 qo'yiladi. Adashmasam, buni bemalol Google ga yozib, ChatGPT dan so'rab tekshirib olsanglar bo'ladi. Aniq hozirgi momentdagi informatsiyani men bilmayman to'g'risi. Bu narsaga pul o'zimizda bo'lgan. Misol uchun ba'zilar pulga qo'ydiradi, $1,000, $1,000 ga bu pul o'zimizda bo'lgan, lekin baribir KDB, ya'ni Koreya bankiga, Koreyaning o'zini Toshkentda banki bor, o'sha yerga qo'yiladi bu bank shot faqat.
Shu narsasi bor ekanki, men ham buni proses davomida bildim. Ya'ni siz 16 ming dollarga pul qo'yadigan bo'lsangiz, pulni yechib oladigan paytingiz $80 foiz olib qolar ekan. Shuni hisobiga menda juda ham shu yerda chalkashlik bo'lgan. 4 marta qo'yib yechishga to'g'ri kelgan. Ya'ni bu bir marta o'zimning nomimga qo'yganman, keyin ayam, keyin dadam nomiga bir kundan qo'yilgan. Bizga konsaltant shunaqa deb aytganki, shu bir kunlik bank shot ham qo'yish kerak-da viza uchun. Bu narsalarni KDBdan qo'yilsa foydaliroq bo'ladi degan, bo'pti deb qo'yganmiz. Oxirida yana menga qaytib qo'yishga to'g'ri kelgan, chunki shunaqa payt bo'lib qoldi. Xohlagan payt elchixona kirib tekshirishi mumkin. Shuning uchun 1 oy emas, 1 oydan ko'p muddatda ham viza chiqqungacha bank shotda pul turish kerak deyishdi. Shuning uchun iloji yo'q, 4 marta yetishga to'g'ri kelgan pulni kirgizib yetishga to'g'ri kelgan va shunda $80 dan $320 pul komissiyaga ketgan. Shuni ham hisobladim, katta summa bo'lib ketganligi uchun. Xo'p, keyin viza уже hamma narsa tayyor, vizaga hujjatlar topshirilyapti. Bu paytda viza plus medosmotrga, ya'ni vizaga topshirayotganingizda siz именно o'sha bitta Toshkentda nima bor, klinika, o'sha yerga borib medosmotrni o'tishingiz kerak, adashmasam o'pkani. O'shanga xullas ikkalasiga $120. Esdan chiqarmanglar, buni faqat viza sentrga, sizlar vizaga hujjatlar tayyorlab olib borganinglardan keyingina o'tasizlar. Yo'llanma orqali o'zingizlardan o'zingizlar любой bitta medosmotrga borib turib, o'pkalarni rentgen qilib olib bormanglar, ularga foydasi yo'q. Faqat yo'llanma orqali o'sha bir dona klinikaga boriladi xolos. Undan keyin bilet $635 bo'lgan. Biz shunaqa yaqin muddatda oldin olib qo'ymaganmiz, yaqin muddatda uchib ketishdan bir hafta oldin olganimiz uchun shunaqa qimmat tushib ketgan. $635. Bu bitta bagajli bo'lganligi uchun men bagajim 2 ta edi. Yana plus qo'shimchasiga $90 qo'shimcha bagaj qo'shtirish uchun ketgan va $725 biletga pul ketgan. $150 atrofida o'zim bilan olib ketadigan narsalarimga xarajat qilganman. Shunaqa qilib bu narsalarga xullas $3975 pul ketgan ekan. Undan tashqari yana ozgina qo'shdim. Nimaga desanglar, men Vodiydanman, Farg'onadan. Konsalting ishlari bilan, boshqa ishlar bilan intervyu etdim Boyatepada, vizaga topshirish, shunaqa ishlar bilan juda ham ko'p Toshkentga qatnashimga to'g'ri kelgan. Ba'zida dadam agar bo'sh vaqti bo'lsa yo uyda bo'lsa, dadam borib kelishgan yo bo'lmasa taksida borib kelishga to'g'ri kelgan. Shunga o'xshash xarajatlarga ham ketadi albatta. Uncha mayda-chuyda dokumentlarga ham xarajatlar ketgan. Shuni hisobiga ozgina qo'shib $4100 deb hisobladim. Ya'ni $125 atrofida pul qo'shdim. Shunaqa yo'l kira va qo'shimcha mayda-chuyda xarajatlarga. Albatta buni ham juda ham ko'payib ketganligi uchun qo'shishga to'g'ri keldi. Buni ham albatta aytib o'tish kerak deb o'ylayman. Xullas $4100 Koreyadan jo'nab ketishimgacha, ya'ni Koreyaga kelib qo'nganimgacha shuncha pul ketgan, universitetga topshirishimdan boshlab. Bu narsa men uchun normal deb hisoblayman. Top universitet uchun o'qiyman degan odam uchun, agar siz kelib turib menga u muhim emas, kasbiy ta'limga topshiraman, bunga topshiraman deydigan bo'lsangiz, o'zingiz bilasiz, lekin bakalavr top universitet uchun bu yaxshi deb o'ylayman. Aytib o'tmadim, Sejong universitetida aytdim, bu Sejongda o'qiyman deb, lekin qaysi yo'nalishda nimaga topshirganimni aytmadim. Xo'p, men yo'nalishim biznes boshqaruv, business administration. Ingliz tilida shu 6,5 bilan topshirganman, 50% grant olganman Sejongga. Shunaqa xullas. Yana nima aytsam bo'ladi? Shu Sejong 250-300 o'rinda dunyo bo'yicha turadigan top universitet. Shuni ham hisobga olish kerak bu yerda. Narxlarni hisoblay turganda, misol uchun sizni qaysidir qarindoshingiz Oygulxon misol uchun $3000 bilan ketib borgan bo'lishi mumkin. Abdusamadjon $1000 bilan ketgan bo'lishi mumkin. Ular balki kasbiy ta'limgadir, balki magistrgadir, balki e-viza orqali ketgandir, balki regional viza orqali ketgandir. Shu tomonlarni ham inobatga olib qo'yish kerak. Aytgancha bakalavr meniki. Aytib o'taylik. Shu narsalarni hisobga olib qo'yish kerak. Hech qachon birov bilan birovni shuncha ketibdi deb solishtirish kerak emas. Misol uchun bakalavrga shu universitetga taxminan shuncha ketadi deb bo'ladi-yu, lekin baribir aniq sen shuncha xarajat bilan ketasan deb hech kim sizga yetolmaydi. Qanaqadir xarajatlar kelib chiqaveradi, balki qanaqadir shu siz pul sarflashim kerak deb o'ylagan, lekin sarflamaydigan narsalar ham bo'lib qolishligi mumkin. Shuning uchun bu narsa baribir oxirida aniq bo'lib chiqadi. Mana Koreyaga keldim, Xudoga shukr. Bu uchun albatta dadamga kattakon rahmat aytmoqchiman, chunki baribir eng katta shu $4100 ketgan bo'lsa, $4100 hammasini dadam to'laganda, nima deyman endi. Kattakon rahmat dada, agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma qo'llab-quvvatlaganlarga, shu Koreyaga kelganimgacha
davay shu topshiraman deganimda yo'q demasdan ko'nganinglar uchun kattakon rahmat. Aya dada, xudo xolasa bu pulni oqlayman. Yaxshi o'qib bitdi, ishga berilib ketmasdan albatta ko'proq o'qishni, kelajakdagi planlarni o'ylab, xudo xolasa bu sarflagan pulinglar oqlanadi, va'da beraman bu narsaga. Duo qilib tursanglar bo'ldi. Albatta sizlar ham bu videoni ko'rib turganlar, boshqa odamlar, iltimos shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanaqadir gapinglar bo'lsa kommentariyada balki yozib qoldirasizlar. Bu uchun ham albatta oldindan rahmat. Sizlarning ham qo'llab-quvvatlashinglar menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi, chunki shu planlar orasida baribir ijtimoiy tarmoqda shunaqa shaxsiy brendni rivojlantirib, keyinchalik o'zimda qilmoqchi bo'lgan bizneslarim, boshqa narsalar yo'lida foydalanish niyat bor. Shuning uchun albatta like, kommentariy, podpiska bosish orqali juda ham katta yordam qilgan bo'lasizlar. Bu uchun kattakon rahmat yana bir marta sizlarga. Va albatta kommentariyaga ham yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Keyingi video nima haqida bo'lsa, ko'rdinglar, $4100 menga ketgan. Shunaqa xullas, nima desam bo'ladi? Balki siz topshirsangiz bundan ko'p pul ketar, balki bundan kam pul ketar. Bu har bitta individual, har bitta odamning o'ziga bog'liq. Xullas shu bugungi video shu haqida edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rgan hammaga kattakon rahmat. Xayr. Let's go.